Tasavvur qiling, shunday bir ochlikki, u yerda siz va qarindoshlaringiz qamal ichida qolganingizda, tashqaridagilarda esa bunday qiyinchilik yo'q. Go'daklar ochlikdan yig'lamoqda. Onalar esa chuqur iztirobda, bolalarni ovuta olmay yuragi ezilmoqda. Na o'zlarini to'ydirishga, na bolalariga berishga biror narsa topa olmayaptilar. Qayerga qaramang, hamma holdan toygan. Omon qolish uchun kunlar davomida yeganingiz yo daraxt barglari yoki yerdan topib olingan bir parcha hayvon terisi. O'zingizni ham, boshqalarni ham to'ydira olmaysiz. Ilojsizsiz. Bir vaqtning o'zida ikkita chidab bo'lmas yuk. Barcha bu mashaqqat va zulmlar payg'ambarlikning 7-yilida Makkadagi Sheb Abu Tolib nomi bilan tanilgan vodiyda sodir bo'ldi. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamrohlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi.